Yu degan so'zning ishlatilishini pek so'rab ketdinglar do'stlar. Bugun oxir bir fursat kelibdi, tushuntirib qo'yganqa. Men grammatik darsxonamizda qaysi kun bir o'rganuvchimiz yana ayrim so'rabdi. Shunga men filmni atayin tatdim. Bo'lsa dabda qalam elib xotir qoldirib edinglar do'stlar. Men mazmun bekroq muhim. Yu degan bu so'z oldi qo'shilg'uchisi bo'lib, 5 xil ma'noni bildiradi bu. Birinchidan bu zay degan so'z bilan o'xshash ma'noda bo'lib, shu da, ta degan ma'noni bildirib, o'rin joylarning va yoki vaqtning oldiga keladi. Endi shu biz yazıqchilikda ko'proq ishlatamiz bu ifodalashni. Turmushda bektab ketmaymiz. Masalan, ta yu ba diyen shangban desek, ta yu ba diyen shangban desek, o 8da ish chiqadi, 8da ishlaydi degan gap. Endi yu ba diyen deganimiz shu soat 8da degan gap. Endi zay ba diyen degan o'xshash-mi? Endi masalan, 他们与北京相见 dedik. 他们与北京相见. Ular Beijingda uchrashdi deb, shu Beijing degan so'zdan oldiq yu keldi. Ya'ni 在北京 degan bilan o'xshash, ya'ni Beijingda degani bildiradi ya. 他们与北京相见. Ham ikkinchi xil ma'nosi bo'lsa, shu g'a, qa degan ma'noni bildirdi. Ya'ni shu Yunon kayni keldigini bir shaxs bo'lib, shu shaxsga bunda bo'lgani bildirdi. Masalan, 于我而言 menga nisbatan degan gap. 于我 menga degan gap. 于我而言 menga nisbatan ilib aytganda 这件事很重要, bu ish intayin muhim deb. Endi masalan, 他与老师问问题, 他与老师问问题. O muallimdan qanaqa qildi? 问问题 so'radi deb. Ashadki yu hozir 老师ning oldiga kelib, g'a qani bildirdi. Yani muallimdan qanaqa qildi? so'radi. 他与老师问问题, muallimdan so'radi. Demak, shu yu degan so'zning kayniga qaysi shaxs kelgan bo'lsa, shu shaxsga bir ish qildi yoki shu shaxs bilan bir ish olib bordi degani bildirdi. Juma yeni bir ishiltish o'rni bo'lsa, bu selishtirmani bildirib qoldi. Masalan, 他高于我 dedik. 他高于我. O mendan egiz deb aytadiki, 高于我 mendan egiz. 他高于我 o mendan egiz bir selishtirmani bildirdi. 他的成绩低于我的成绩. 他的成绩低于我的成绩. Uning natijasi qanday? 低于 mendan tuvan. Shunami? 我的成绩 mening natijamdan. Ya'ni 他的成绩低于我的成绩. Uning natijasi mening natijamdan tuvan deb mishatga yu degan so'z yana selishtirmani bildirib atadi. Endi 低于 bo'lgandan keyin din tuvan degan ma'noni bildiradi. Ya'ni 大于, 小于, 低于, 高于 deymiz. Ya'ni 大于deganimiz cho'ng, 小于deganimiz kichik, 低于deganimiz tuvan, 高于deganimiz isil. Isil deyman egiz. Endi shu yunon kayniga qaysi shaxs va yoki qaysi so'z kelgan bo'lsa, shuningdan egizganligi, ustunligi, nima ekanligi ash odatga sifat belgilab berdi, tushundinglar? Uningdan boshqa bu yunon yana bunda boshqalar tarafidan bunda qilingan degandek ma'nosi mubayyin, majhul bo'lgan beyga o'xshash. Masalan, 成果与大家一起努力. 成果与大家一起努力. Buning natijasi usuli bo'lsa, shu ko'pchilikning birlikda tirishchanligidan kelgan debchi. Buni ko'p ishlatib ketmaymiz do'stlar. Shu yiziqchilikda chiqarib ishlatib qolamiz, kitob maqolalarda chiqib uchraydi. Turmushda bu gap bek deb ketmaymiz, lekin ko'rgan vaqtida cho'qim tarjim qilib buni tushunalishinglar kerak. Işte o'xshamagan so'zlarni oldiga kelganda o'xshamagan ma'noni bildirib qoladi. Cho'ng tipda mushuna ishlatamiz do'stlar. O'rganib oldinglarmi? Eng muhim qilib bilib oldinglar shu selishtirma ma'noni bildirdigini, andan keyin shu shaxsning yana obyektivning oldiga kelib shu shaxsga bir gapni deyotgan ya bir ishni qilayotganligi va yoki shu vaqt o'rin joyni oldiga kelib shu vaqtda yoki shu o'rinda degan ma'noni bildirdiganligi shu uchchi hammadan bek muhim. Ham shuni cho'qim yaxshi o'rganib olinglar. Undan so'ng boya men tuzbagan misol jumlalarni piyononchida yozib avatib baqsanglar bo'ldi. O'zinglarni bir jumla tuzinglar demayman, chunki buni biz turmushda bek ishlatib ketmaymiz. Ammo ko'rganda cho'qim bilishimiz kerak. Shu sistemli dars chiqarganimizda shunchalik o'rganish ahvolinglar burunqidan yaxshi bo'lib ketdi do'stlar. O'zinglarmi bek qulaylik bo'libdi hozir deb yaxshi inkaslarni beribsizlar. Bek yaxshi qiziqib o'rganib qoldik deb. Yana qo'limdagi shu kitob hozir 2-qism, 3-qism, 4-qism, 5-qism hammasi 4-qism so'zlatimiz, 5-2, 3-qismlarni darslarini tayyor bo'lib bo'ldi. Men shu o'rta saviyada deydigan o'rganishdagi maskildu, 0 saviyatim, asos saviyatim deydiganlarga ayrim teklishimiz bor. Uningda strat bildigan so'zlikimcha, xanzil grammatikasini ayrim o'rgansam bo'ladi deydiganlarga shu ingliz tili darslarimiz qo'shildi degandek, ana shu qishning kunida uyda o'tirib, men bir o'rganish qilsam bo'ptiki, az deganda ish kuchay deydigan o'rganishlar bo'lsalar, men ayrim uchur qilsamlar bo'ldi.